Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bugun men ELS kitobining intermediate bo'limidagi ikkinchi matnni IELTS reading bo'yicha tayyorlanayotgan kuzatuvchilarimiz uchun tarjima qilib, ishlab, qanday qo'llash kerakligini tushuntirib beraman. Xo'p, demak, matnimizning sarlavhasi quyidagicha: To bring back lost memories, ya'ni yo'qotilgan xotiralarni ortga qaytarish. Demak, our unconscious mind contains many millions of past experiences that, so far as our unconscious mind knows, are lost forever. Demak, bizning ongsiz tafakkurimiz, ongli tafakkurimizning bilishicha butunlay yo'qotilgan millionlab o'tmish tajribalarni o'z ichiga oladi. Endi qarang, buni qanday tarjima qilamiz? Bu parenthetical phrases dedi, ya'ni mana bu izohlab ketadi, mana bu qismni, dastlabki qismni. Dastlab mana bu yerdagi egadan keyin mana bu yerdan ma'no izlab, keyin bu yoqqa o'tib, oxirida mana bu fe'ldan mind containsdan narigi qismi bilan tarjima qilamiz. Endi ikkinchi gap. By means of several devices, we know how to bring back lost memories. Ko'plab usullar yordamida biz yo'qotilgan xotiralarni qanday ortga qaytarishni hozirda bilamiz. Ya'ni mana bu by means degani yordamida degani. Several devices esa bir talay usullar. Device mana bu yerda usul, qurilma emas ma'nosi. Hop. One method is free association used by psychiatrists. Ya'ni psixiatrlar tomonidan qo'llaniladigan metodlardan biri bu free association. Endi qarang. If a patient lets his conscious mind wander at will, it can give him clues to forget things which, if skillfully pursued by doctor, will bring up whole networks of lost ideas and forgotten terrors. Hop, ana endi bu yerga e'tibor qarating. Agar bemor ongli tafakkurini xohlagancha kezishiga, erkin harakatlanishiga imkon bersa, bu unutilgan narsalar haqida ishora berishi mumkin. Fikr berishi mumkin, ishora berishi mumkin. Endi which deyapti-da, mana buni izohlayapti. Mana forgotten things. Xo'p, agar o'sha unutilgan narsalar mahorat bilan doktor tomonidan kuzatilsa, o'sha holat will bring up whole networks of lost ideas and forgotten terrors. Ya'ni butun yo'qotilgan g'oyalar va unutilgan xavotirlar, qo'rquvlarning butun tarmog'ini yuzaga chiqaradi deyapmiz. Ya'ni doktor bu yerda aytayaptiki, mahorat bilan kuzatsa deyapti. Endi there are certain drugs which also help in this process. Hypnotism too can be of tremendous value in exploring a patient's unconscious. Endi qarang bu yerda. Bu jarayonda in this process, bu jarayonda
ma'lum dorilar bu jarayonda yordam beradi. Shuning gipnotizm, ya'ni gipnoz, shuningdek aynan hop bu yerda bemorning ongsizligini explore qilishda, ya'ni o'rganishda judayam muhim qiymatga ega bo'lishi mumkin, deyapti gipnoz. Ya'ni gipnoz bilan ham qilsa bo'lar ekan. Hop, endi birinchi mashqqa o'tamiz. Hop, biz for all time. Hozir. Hop, for all time. Doim. Bu bizda forever so'ziga to'g'ri keladi. Method for doing something or for getting an intended result. Bu bizda muayyan natijaga erishish uchun qo'llaniladigan usul. Bu bizda device ga to'g'ri keladi. Allow your thoughts to go from subject to subject, stop concentrating. Ya'ni qarang, bu yerda xayolning, mana bu fikrlarning bir joydan ikkinchi joyga, bir subyektdan ikkinchi subyektga kezishiga ruxsat berish. Ya'ni diqqatni jamla olmaslik, stop concentrating, konsentratsiya qila olmaslik. Endi D, uzr, aytmay ketdim. Bu wonder ga to'g'ri keladi. C da, endi D da whenever, however, as much as you want to. Ya'ni o'z ixtiyori bilan xohlagan paytda, xohlagan usulda. Bu yerda at will bo'ladi. Tepada wander at will degan bir ibora bor. Bu istagancha kezish degan, ya'ni umuman erkinlik berib yuborish. O'z fikrlaringizga, xayolingizga mutlaq erkinlik berib yuborish deb aytib o'tiladi. Bu aynan erkin assotsiatsiya usulining bir qismi. Hop, yeda. Something which suggests the answer to or gives information about a problem. Ya'ni biror muammoni, ya'ni biror jumboqni yechishda yordam beradigan kichik informatsiyalar deb aytib o'tiladi. Nimadir, qaysiki javob beradi, kichik muammolar, aynan muammolarni yechishda yordam beradi. Bu bizda clue bo'ladi, ya'ni fikrga to'g'ri keladi. Fikr desa ham bo'ladi, o'zi ideani bir sinonimi. Hop, endi try to find out more through questioning. Ya'ni bu bizda batafsil o'rganishga harakat qilish. Bu bizda pursue so'ziga to'g'ri keladi. Endi keyingisi large number of things that are connected to each other. Ya'ni juda ham ko'plab narsalar bir-biri bilan bog'langan, o'zaro bog'langan. Bu bizda networkga to'g'ri keladi, ya'ni tarmoq. O'zbekcha tarjimasi H, something which causes very great fear. Bu nimadir juda ham katta, aynan xavotirga sabab bo'lgan. Bu bizda networkga to'g'ri keladi. Endi very great, very important. Bu bizda tremendous ga to'g'ri keladi. Ya'ni juda ulkan, hayratlanarli darajada katta yoki muhim deb tarjima qilinadi. Hop. Videoyimizning birinchi qismi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Ikkinchi qismda aynan ushbu matnning ikkinchi mashig'ini ko'rib o'tamiz va uni tahlil qilamiz birgalikda.